Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Birinchi mock testimizni tahlilini boshlab olamiz. Birinchi savol nima deyapti bizda? Birdan ham, ya'ni birinchi savoldan ko'p so'rashibdi. ABSlar natural sonlar bo'lib, 3 ta A, 4 B - 8. Mana bu ifodalarni bermoqda bizada. Mana shularni bermoqda. Aynan bitta natural songa teng deyapti. Shu sababli ham tenglab olishimiz kerak ekanda. Ekranni yaqinroq ko'rsataman sizga ko'rinarli bo'lishi uchun. 3 ta A teng ekan 4 ta B - 8 ga. Bu ham teng ekan bizada 2s - 2 ga. Shuni aytib, natural sonlarga teng ekanligi ma'lum bo'lsa, A plus B plus C 130 va 140 oralig'ida ekan. Bu nima degani? A plusdan B plusdan C bizadan 130 dan 140 orasida ekan. 140. Endi B ni toping deyapti. Juda ham prostoy savolcha. Mana tengliklarni ishlatib olish kerak edi bu yerda. Ya'ni mana shu yerdan A ni topib oladigan bo'lsak, mana birinchi ko'k yozuvni ko'rsatyapman. Mana shu yerdan A ni topib oladigan bo'lsak, A imiz teng bo'lar ekan 4B - 8 taqsimda 3 ga. Endi mana bu ifodadan hozir boshqa rang bilan ko'rsataman, yashil bilan ko'rsataman mana. Mana shu ifodalarni tenglashtirib olishimiz kerak. Ikkinchi qiladigan ishimiz 4 ta B minusdan 8 ni tenglab 2s - 2 ga. Bu yerda s topib olishimiz kerak. Hammasini 2 ga qisqartirib yuboradigan bo'lsak, mana ular qisqarib ketib bizada 2 ta B minusdan 4 teng ekan s minusdan 1 ga. Bu yerdan s ni topib oladigan bo'lsak, s'imiz teng bo'lar ekan 2 ta B minusdan 3 ga. Endi mana olamizda terib tashlaymiz mana yerga. S ni o'rniga mana S ni qiymatini olib qo'yamiz. A ni o'rniga A ni va bizadan B ni so'ralgan, B ni sekundni topsak bo'ladi. Mana ifodani olib kelib mana yerga qo'yadigan bo'lsak, bu bizaga mana yerda yozib ko'rsataman. 4 ta B minusdan 8 taqsimda 3 ekan. Endi mana B imizni o'rniga B ni o'zini yozib qo'yib ketamiz, chunki B ni o'rniga B ni o'zi yoziladi. S ni o'rniga 2B - 3 degan qiymat yozib ketar ekanmiz. 2 ta B minusdan 3. Mana shu 130 dan katta va 140 dan kichik bo'lishi kerak ekan. 140 dan kichik. Mana shuni ishlasangiz javob chiqadi. O'sha javobni olib ketamiz. Mayli, ishlab ko'rsataman. Hammasini 3 ga ko'paytirib yuboramiz. Mana 390 bo'ladi. 390 4 ta B minusdan 8 plusdan mana 3 ta B bo'ladi. 3 ta B plusdan 6 ta B minusdan 9. Mana uni 140 ni ham 3 ga ko'paytirib yozib qo'ysak, necha bo'lar ekan? 420 adashmasam, to'g'rimi? 420. Endi mana shuni joyimiz yetmay qoldi. Men sizga batafsil tushuntirib bermoqchiman. Mana shu ifodani tepadan yozib ko'rsataman sizga. Mana yerda yozib ko'rsatyapman. Endi mana B'larni soddalashtirib oladigan bo'lsak, 4 ta B, 3 ta B, 6 ta B. Bu bizga 13 ta B ni hosil bo'lishini ko'rishingiz mumkin. 390 tak 13 ta B plusdan endi sonlarimizni qo'shib olamiz. -8 -9 bor ekan. Demak -17. -17 ni mana yerga plus qilib o'tkazadigan bo'lsak 407 bo'ladi bunisi tomonda. 407 bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Endi -17 ni mana unga 420 ga plus 17 qilib o'tkazsak 437 bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Endi mana 407 ni 13 ga bo'lib olamiz. Son chiqadi shu yerda. 407 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsak, bizada 3 tadan bo'ladi. 39 17. Demak bu 31 dan kattaroq sonda 31 2 deb taxminan oladigan bo'lsak, keyin mana bu 437 ni ham 13 ga bo'lishimiz kerak ekan. Bu nechtadan bo'ladi? 3 tadan bo'ladigan bo'lsa 39 bo'ladi, 47 bo'ladi. Yana 4 tadanmikan? 4 tadan bersak oshib ketar ekan. 3 tadan beramiz yana. Bu 3 soni.
tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu 3. Bir marta 3 berdik, keyin yana 3 berishimiz kerak ekan. Yana bu 39 bo'ladi. 8 qoldiq chiqyapti. Demak, bu 33 u nechidir degan sonda 33 misol uchun 2. Bizning sonimiz 31 dan katta-yu 33 dan kichik bo'lishi kerak ekan, ya'ni B soni. 31 dan katta va 33 dan kichik son, mana 31 dan katta mana B edi bu. 33 dan kichik shartiga mana to'g'ri keladi, ya'ni 32 soni. Javobimiz D kalib turganligini ko'rishingiz mumkin.